Assalamu alaikum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, bo'libmi Uyg'ur qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning salomlari olsun. Bugun kun tartibimizda o kadar münasebetlik olmagan bugungi bir zaman için milletimizning beshida o't kuyayotgan bir zaman için bek aktual hesaplanmaydigan, o kadar aldıraş, o kadar ciddi işler turulup ikkinchi planga yoki uchinchi navbatga qo'ysin bo'ladigan bir mavzuni so'zlashga majbur bo'lganimdan o'zimni xijolat etman. Ko'pchilikdan uzr so'rayman vaqtinglarni ag'anim uchun. Bu mavzu umuman Uyg'ur tiliga munosabatli kishilarga uyg'un keladi. Bu ommabop bir mavzu emas. Şuna başka anlıqçılara ben bunu tavsiye qilmayman. Çünkü ular başkalarının bunu tushunalishi notayin. Umuman shoirlar, yozuvchilar, tilshunoslar, tarjimonlar, umuman tilga aloqador kasbdagi kishilarga uyg'un keladi bu mavzu. Ko'rib turganinglardek mavzumuz Uyg'ur tiliga ait bazı meseleler. Bunu sözleşke mecbur kıldı bazı bilermen qarindoshlarimiz. Ben bu mavzu aslida asosliqi Uyg'ur tili imlasidagi ikki xatoga gapimni markazlashtiraman. Uyg'ur tili imla so'zligi eng oxirgi nusxasi. O bekitilgan nusxami emas hisoblanmaydi. Aldınғы bir videoda deb o'tganimdek, men oxirgi imla so'zligi tuzilish oldida har sohadan fikr olish maqsadida ochilgan Ana til nomli torbetda xeli ko'p munozaralarga qatnashgan va o'zimning qarashlarimni o'tirib qo'yib, keng ko'lamli qo'llashga erishgan. Mening qarashlarim asosan ikki moddaga markazlashgan bo'lib, biri so'ziq tovushlarning moslashish qonuni, yana biri chet el tilidan qabul qilingan so'zlarning imlosi. Bugun shu ikki nuqtada fikrimni bayon qilaman. Uyg'ur tilining imlosi o'tgan 60 yil ichida 3 qatim o'zgartirilganligini, balkim 4 qatim o'zgartirilganligini hammanglar bilmasanglarmi, tilga oid kishilar yaxshi biladi. Ba'zi millatlarda 1000 yillab o'zgarmaydigan imlo nima uchun Uyg'urlarda buncha qisqa aralıqda buncha tez o'zgartirildi? Bunun arqa ko'rinishini tahlil qiladigan bo'lsak, buningda tilimizning taraqqiyot sur'atining tezligidan kelib chiqqan masalalar bo'lmasdan, balki siyosiy arqa ko'rinishning texmi muhim rol o'ynaganligini ko'ramiz. Masalan, Xitoylar bizni tarixiy yiltizimizdan juda qilish maqsadi bilan elib borgan yeziq o'zgartish sababidan bir qatimliq imlo yangilash ehtiyoji borliqqa kelgan. Bu balkim ikkinchi qatimliq imlomiz bo'lishi mumkin. Kommunist Xitoylar hukmronlikka boshlagandan keyingi yeziq bir tilning til tovushlardagi ma'nilik tovushlarni belgilar orqali xotirlashga yaraydigan paroldan iborat degan o'tgandi. Bir millat elifbasida shu millatning tilidagi til tovushlari uchun birdan belgi qabul qilingan bo'ladi. Bu hamma millatdan bo'lmasligi mumkin. Masalan, ingliz tilida 48 tovush bo'lishiga qaramay, elifbasida 26 harf bor. Bunday ahvollarda qo'shma harflar ishlatilgan. Bir millat o'zining tilida bo'lmagan boshqa millatlarning
til tavuşlarını to'g'ri xotirlash uchun o'z ilifbasiga bir belge, ya'ni harf qo'shmaydi. Haq bilan nima kari? Bunda ish yo'q. Lekin Uyg'urlar majburiy holda atalmış yeni yoziqqa ko'chirilgan chog'da Uyg'ur ilifbasiga faqat Xitoy tilidan kirgan so'zlarni to'g'ri xotirlash ehtiyojini nazarda tutib 4 harf qo'shilgan edi. Buni şu resimden görüp olaysizlar. Yuqori sol bucaktaki c, ç, ş, t degan harflar. Mana shular shu vaqtda ilifbamizga qo'shilgan. Bu paket shuni uqtirdiki, bizga bir yoziq tanilgandan boshqa bu yoziqni tanganlar Xitoycha so'zlarni Xitoylarning o'zidek to'g'ri talaffuz bilan yozishga majburlar. Va bu ehtiyoj tufaylidan Uyg'ur tili fonetikasidan boshqa imlosida bir g'alati qoida borligiga ega. Chet el tilidan qabul qilingan so'zlarning imlosi degan moddaga oid. Bizga belgilab berilgan qoida asliga sodiq bo'lish bo'lib, mana bu tilshunoslikning tabiiy qonuniyatlariga tubdan xilof bo'lgan bema'ni qoidadir. Gerçi yeni yoziq amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu va ilifbamizga qo'shilgan o Xitoylar uchunlam qo'shilgan o 4 harf hozir yo'q bo'lsa-mu, lekin imlodagi chet el tilidan qabul qilingan so'zlarni asliga sodiq bo'lish prinsipi bo'yicha yozish hala davom qilmoqda. Bu faqatli Xitoy tilidan kirgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qildirish maqsadi bizga tanilgan bo'lib, bu yerda Uyg'ur tilining til tovushlarida bo'lmagan tovushlarni xuddi Xitoylarda til talaffuz qilishimiz talab qilingan. Til tovushlarida milliy xoslik mavjud. Men ilgari bir millatning millat bo'lib turishidagi omillarni so'zlagandim. Qandaqdir turmushda, oilada ishiladigan birorning so'zni bilsaklam Uyg'ur bo'lgani bo'lmaydiganligini deb o'tgandim. Hatto puroq, tam sezgildirmi millatlarning farqli bo'ladi degandim. Xuddi shunga o'xshash millatlarning tovush chiqarish organlarining odatlanishi yoki yetilishimi o'xshamaydi bir-biriga. Buni shulardan ko'rishimiz mumkin. Til tovushlari insoniyatning butun insoniyatga o'rtaq bo'lgan til tovushlari va har millatning o'ziga xos bo'lgan til tovushlari bor. Masalan, rus tilida, ya'ni men resim ko'rsatay, rus tilidagi shi, tsi, u degan harflar. Arab tilidagi bu ko'rayotganinglar va boshqalar. Shundaqla Uyg'ur tilidagi ö, ü, r, q degan tovushlar. Ba'zi tillarda bor, ba'zi tillarda yo'q. Demak, til tovushlari her millatda o'ziga xoslik. Buningdan shuni ko'ra olamiz. O'ziga xos tovushlar bo'ladi. Hatto tovush chiqarish sistemalarimiz o qadar qiliplashib qoladiki, o qadar odatlanib qoladiki, boshqa millatlarning shu o'ziga xos bo'lgan tovushlarini to'g'ri talaffuz qilolmaymiz. Kichiklar o'rganib ketishi mumkin, ammo cho'nglar hayoti bo'yi to'g'ri talaffuz qilolmaydi. Bu darajada farqli. Shundaqla ingliz tilidami o'ziga xos til tovushlari bor.
bizning til tavuşlarımızga o'xshaydiganlari bo'lgandan tashqari faqat ingliz tiliga xos bo'lgan til tavuşlarım bor. İngliz tilida 48 tavuş bo'lganligi uchun bilimizki bizde faqat 32 tavuş var. Qolganlari o'xshamaydi. Hatto qolgan 32 ning ichidagilardan bir mingsildir o'xshamaydi. Bu mana shunday millatlarning o'ziga xos til tavushlarini boshqa millatlar talaffuz qilishda zo'rlanadi, hatto hech qachon to'g'ri talaffuz qilolmaydi. U holda chet el tildan qabul qilingan so'zlarda asliga sodiq bo'lish degan qoidaning naqadar bema'niligi, naqadar ilmiy bo'lmagan, amaliyotga uyg'un kelmaydigan qoida ekanligi mana mendab o'tirib chiqadi. Yani tilimizde o'xshash tovushlarning bo'lmasligi tufaylidan to'g'ri talaffuz qilishimiz mumkin bo'lmaydi. Ilibimizde o'xshash harf bo'lmaganligi uchun o'xshash yezishimiz mumkin bo'lmaydi. Bunun ustiga bir millatning imlosi shu millatning til amaliyotini asos qilib tuziladigan bo'lib, hargizmi boshqa bir millatning ra'yi uchun, ko'ngli uchun u millatning so'zlarini aynan talaffuz qilish haqida qoida chiqarilmaydi. Bu nihoyatda oddiy reja va bunda qoidani chiqarish bir hamoqatlik, bir g'alatilik. Bunga biz boshqa millatlarning so'zlarini yana boshqa millatlar qanday shaklda qabul qilganligini ko'rsakli ko'rib yetalaymiz. Masalan, arab tilida pi tovushi bo'lmaganligi uchun kompyuter degan so'zdagi pi tovushini bi qilib yozadi va shunday talaffuz qiladi. Yana masalan, inglizchada maraton degan so'z, bu qadimgi Gretsiyada barliqqa kelgan bir tantarbiya turi, bilasizlar. Buni ruslar marafon deb qabul qilgan. Türkler maraton deb qabul qilgan. Uyg'urchada ruscha orqali o'zlashganligi uchun Uyg'urchada marafon deyiladi. Yani asliga sodiq bo'lish yo'q bu arada. Hech qanday millat boshqa millatdan so'z qabul qilganda unda asliga sodiq bo'lmaydi, bo'lolmaydi. Chunki rijoatda asli tildagi ma'lum tovush boshqa tillarda yo'q. Bu holda asliga sodiq bo'laman debmi bo'lmaydi. Şu umumiy tilshunoslikqa har qachon qabul qiluvchi, umumiy tilshunoslikda har qachon qabul qiluvchi o'z tilining talaffuz qolayligini asos qilib, assimilyatsiya qilgan holda qabul qilish umumiy hol olgan. Bunga faqat turkchadilla yuzlarcha misol berishimiz mumkin. Masalan, yana resimni ko'rinib, asli fransuzcha bo'lgan, ruscha orqali qabul qilingan akkumulyator so'zi turkchada AQ deb ilingan. AQ. Hatta bu yerda ruschada yoki fransuzchada bo'lishi tasavvur qilinmaydigan bir uy bor. Turk tillariga xos bo'lgan bir uy. Demek, qabul qiluvchi o'z tilining fonetik alohidaligiga, tovush chiqarish sistemasining qabul qilish alohidaligiga, talaffuz qulayligiga ko'ra o'zgartib, assimilyatsiya qilib qabul qiladi. Xalqın Türkçe izohli so'zlikni xalqın betni o'rib ko'rib baqsanglar, bunlar misollardan yuzlarchasini uchrataysizlar. Bugun bizga tengilgan asliga sodiq bo'lish bo'yicha tengilgan kitob degan so'zmi turkchada kitob. Bu haqda keyin yana to'xtalaman, nima uchun bu bunday?
Qısqası Uyghur dili imlası siyasi arqa görünüşlük özgartishlar tufaylidan ana shunda tabiiy qonuniyatlarga xilof qoidani asos qiladi. Shug'unisi, buni bek izchil emas. Ammadan g'alati yer mana bu. Agar sen undaq bir qoidani chiqargan bo'lsang, nima uchun hamma so'zni asliga sodiq holatda qabul qilmadik? Nima uchun g'oy so'zlarga ishlaydi bu qoida, g'oy so'zlarga nima ishlamaydi? Mana hamda bu eng oxirgi Uyg'ur tili imlo so'zligini varaqlab ko'rsanglar, bu g'alatilikni bayqaysizlar. Asliga sodiq bo'lish faqat ma'lum so'zlarda. Boshqalarida yo'q. Ya uning hammasini shunday qilib baq. Biroqli xato bo'lsin, biroqli g'alati bo'lsin. Nima uchun buning izchilligi yo'q? Arab paris tillari va ba'zan rus tilidan kirgan so'zlarda bu qoidaning chek to'xtamaganligini ko'ramiz. İmla sözlükünü varaqlab görgen çığımızda. Nurgun sözler asliga sodiq bo'lmasdan tilimizga o'zlashgan shaklini asos qilgan holda qiliblaştirgan. Masalan, rus tilidan kirgan atrat. Asli ruschasi otriyad. Yani resimdan ko'ran ruschasini otriyad. Buni biz atrat deb qabul qilgan. Bu oxirgi imlo so'zligimizda atrat ulab o'zlashgani bo'yicha qiliblaştirilgan. Bundan boshqa f tovushlardan tarkib topgan f tovushidan f fabrikadagi f tovushlaridan tarkib topgan chet el so'zlarida barliq f'lar p'ga aylanib ketganligini ko'ramiz. Faaliyet, pakit, faal, pil. Bunun sebebi mi? Asli Türk tillerinde f tavuşunun bo'lmaganligi. Bizning kollektiv ginimiz, Türkiye milletlerinin kollektiv ginimiz, tavuş çıkarış sistemimiz bu f'ni yatlayotganligidir. Gerçi f tavuşu İslam dininin kirib kelishi bilan yazıqimizda paydo bo'lgan bo'lishiga qaramay, ming yildan beri tilimiz bu f tavuşini yatlamoqda. Mana shuning uchun odatda o'qimishliqlardan boshqa odatdagi omma ichida f tavushlarining p'ga aylanib ketadiganligini ko'ramiz. O'qimishliqlarni diqqat qilmaslar f'ni p qilib so'zlashdan xoli bo'lolmaydi. Mana buningdan bir tilning sirliq taraflari ma'lum darajada ko'rinadi. Hech qanday bir tildagi kishilarning chet el so'zlarini aynan talaffuz qilish majburiyati yo'q. Talaffuz qulayligi bo'yicha assimilyatsiya qilib qabul qilindi va o'zlashgan shakli bo'yicha yoziladi. Ashunday qiliblaştiriladi. Uyg'ur tili imlo so'zligida garchi asliga sodiq bo'lish prinsip qilingan bo'lsa-mu, faqat Xitoy so'zlari va ba'zi arab so'zlarda bu qoidaga amal qilinib, nurg'unlarda yana o'zlashgan shaklning asos qilinayotganligining o'zi bu xil izchil bo'lolmaslikning o'zi. Bu qoidaning putirab turolmaydiganligini amaliyat tarafidan ko'tiga tepilganligini ko'rsatadi. Yuqorida zikr etgan turbatda yeni imlo so'zlik uchun fikr ilinayotgan vaqtda hatto ba'zilar telefon degan so'zni eg'iz tilida ko'ngan yoki texmi qulay talaffuz qilinadigan shaklda telefon deyishni o'tirg'i qo'ygandi va buni qarshi ilingan xalqimiz tarafidan. Endi buni uzuk tovushlarning navbatlashishi nuqtasidan ko'rish mumkin. Xeyli ko'p tillarda uzuk tovushlarning ojizlashishi bir qonuniyat bilan bo'lgan bo'lib, uzuk tovushlardagi jaranliq uzuk tovushlarning tabiiy yo'sinda o'zi tanlaydigan bir jaransiz jupi bo'ladi. O dipetengisiga hech munosabatsiz bir jaransiz tovushga navbatlashib qolmaydi. Bir jaranliq uzuk tovushning bir jaransiz jupi bo'ladi.
Aşının gıllacızlaşıdı o. Aşının gıllı nöbetlişidi. Uyghur tili fonetикasida hech qachon bu qoida tilga ilinmaydi. Ammo bu tilga ilinmasimi yanada amaliyotda mavjuddir. Barliq türk tillariga o'rtaq bo'lgan bir xususiyat. Söz oxirida jaranliq uzuk tovush bo'lmaydiganligidir. Agar ma'lum so'zning oxirida jaranliq uzuk tovush bo'lsa, demak bu so'z Uyg'urcha so'z emas. Chet el tilidan qabul qilingan so'z deyish mumkin. Milletlerinin tovush chiqarish organlari kollektiv holda ma'lum qilib muqimlashadigan bo'lg'achqa. Bu millet a'zolari tilga yot bo'lgan tovushlar va tilga yot tuzilgan so'zlarni talaffuz qilishda zo'rlanadi. Mana bu sababdan avtomatik yo'sinda tovush chiqarish organlarimiz bunday tovushlarni yaqinroq keladigan yana bir tovushga aylantirib yetadi. Yuqorida misoli berilgan F tavuşunu P'ga aylandırıp etkendek. Endi bu yerde söz ahiride gelgen caranlık üzük tavuşlarını mı otomatik halde caransızlığı aylandırıp itadı. Bu kanuniyetsiz halde emez, kanuniyetli halde üzünün caransız cüpünü aylandırıdı. Mesela Rus tilida bu Rus tilinin fonetikasida bu tushundiriladi. Ama Uyghur tilinin fonetikası yok. Bunday iş. Emeliyetimizde var ama neziriyemizde yok. Mesela A tüpüdeki nasıl tutsa yaptı bunu ben onu içeri yutup durayım. Mesela Rus tilideki pi üstüdeki kurda caransız üzük tavuşlar. Astıdaki kurda caranlık üzük tavuşlar. Pi'nin caranlık cüpti B. T'nin caranlık cüpti D. K'nin caranlık cüpti G. F'nin caranlık cüpti V. C'nin caranlık cüpti Z. Hem üzük tavuşunun cüpti olmaydı ama bazılarının cüpti oldu. Uygurçada bu hal okşaş. Mesela Rus tilinden Uygur tiliga qabul qilingan zavod degan söz var. Rus tilida bu zavod dile ahirlashadi bu. Jaranliq üzük tavuşlar ahirlashgan bir söz. Ama bizning tilimiz bunu avtomatik holda assimilyatsiya qiladi ve bu D o'zining jaransiz jufti bo'lgan T'ga aylanib ketadi. Zavod. T deymiz biz bunu. Axirisini T'ga aylantirib o'tamiz. Xuddi shunga o'xshash. Bu harflar jaranlık ve caransızlarının cüpleri hesaplandı. Bu degenlik caranlık üzük tavuşlar caransızlaşıdığan bolsa çokum öz caransız cüptügü de acizlaşıdı degenlik. Uygur tilde tabii yusunda muşunda galip bağ olsun mu? Uygur fonetikasida bu caranlık caransız cüplerini tılganmaydı. Şunun bilen galata münasibetsiz nöbetleşik gelip çıkıdı. Türk tillerinde Chet tillardan qabul qilingan so'zlarning oxiridagi jaranliq uzuk tovushlar avtomatik holda jaransız jupiga navbatlashgan ekan. Aslida shu holatda qalblashtirish aqalli edi. Masalan, turk tilida shunda Turkiya turkchisini biladiganlar qarab baqsanlar ashunda. Jaransız jupiga navbatlashgan shaklida. Ya'ni turk tilining tovush chiqarish sistemimizning kolaylığı boyunca qabul qilingan. Mesela kitab degan aslisi. Türkçe qabul qilinganda kitap P'ga aylanib ketgan. Ash shaklida qabul qilingan. Ama bizni zo'rlaydiki bu imlo tuzguchilar kitob deyishga majbur qiladi bizni. Biz öz tilimizin alayidligi, tabiiy alayidligi, milliy alayidligi bo'yicha qilamizmi buni? Boshqa tilga bo'ysundurmizmi buni?
Qanday til qo'g'daydiganligi shunday qo'g'damda uni. Bir millat o'z tilini zo'rlab, boshqa millatning bir necha so'zini nazarda tutib qoida chiqarsa, bu qandaqmi mantiqiy ish bo'ladi qarindoshlar. Bu qandaqmi milliy tilni qo'g'dash bo'ladi. Bu tamoman ahmoqonlikdir. İlmisizlik bu. Reallikka xilof bir qilmish bu. Mana shu sababdan Uyg'urlarni so'z oxiridagi jaranglik uzuk tovushlarni jarangsizlashtirib qabul qilsa, tamoman tilimizning ichki qonuniyati bilan bo'lgan bo'ladi. To'g'risi bo'ladi. Nima uchun o'zimizni zo'rlab inqilob, maktab deyishimiz kerak ekan? Til qo'g'dayotgan nochilar endi qarab baqsin. Bu imlo orqali Uyg'ur tilining ichki qonuniyatlari qo'g'dilib o'tibdimi yoki qalaymaqonlashtirilib o'tibdimi? Turkchami o'xshash so'zlarni turkchami qabul qilib. Qarab baqing turkchiga. Oxiridagi jaranglik uzuk tovush bi o'zining jarangsiz jupi bo'lgan piga aylanib ketgan. Türkiye Türkçesi de. Bu Türk dilinin içki kanuniyetiga uygun. Uygurçadaki inqilab, inqilabi, mektep, mektebi, kitap, kitabi şeklinde nöbetleşiş tamamen kanuniyetsiz. Bu yerde pi yoki bi'nin vi bilan hech qanday munosabati yo'q. Nima alaqasi? Tamamen qo'shilgandan keyin inqilobiy bo'lish kerak. Chunki qo'shimcha bilanla aslida so'z oxirida bo'lgan jaranglik uzuk tovush so'z ichida qoladigan yana holat borliqqa kelgachga talaffuz qiyinchiligini tug'ilmaydi. Shuna aslida ojizlashib ketgan tovushni asliga keltirish tamamen mumkin bo'ladi. Bu holni turk tilida ko'ramiz. Turk tilida kitob deb piyg'aylinib ketgan, ammo uningga qo'shimcha qo'shilgan vaqtida yana haliqi aslidagi bi asli keladi. Kitobi shaklida. Bu qonuniyatlik bir ish bu. Ammo bizdagi navbatlashishlarchi, bizdagi so'z qabul qilishchi tamamen qonuniyatsiz, g'alatilik. Bu g'alatiliklar aslida ma'lum rayon shivillarida odatlanilgan shakl. Masalan, kitobiy, inqilobiy deb vig'aylanib ketish ma'lum Uyg'ur tilining ma'lum rayonlardagi shivida odatlanilgan. Bu yerda faqat til zo'magarlari, til nopuzliklari o'zining jutida odatlanilgan bu shaklni butun Uyg'ur tilining o'rtaq tiliga tanmoqda. Ta jutvozlikdan. Intayin ilmiy bo'lmagan bir sapsata bu. Aslida men til haqida umumiyuzlik to'xtaladigan bir maqolaga tayyorlik qilayotgan bo'lsam-mu, turli doimiy ishlar, kundalik ishlar tufaylidan hozirgacha buni yozolmadim. Men bu maqolaga tayyorlik qilish jarayonida Shved missionerlar Qashqarda ochgan maktablarning darsliklari, yana shu 30-yillarda Shved missionerlar tarafidan tarjima qilinib, keyin Qohirada nashr qilingan Injil, Tavrat, Zabur. Shundaqla 50-yillarda sobiq Sovet ittifoqidan Qozog'istonda nashr qilingan Uyg'urcha, Ruscha so'zlikni asos qilib bir turkum tadrijiy o'zgarib ketayotgan, ba'zan kulkilik shaklga kelib qolgan so'zlarning bu o'xshamagan manbalardagi shakllarini selishtirib chiqardi. 100 yilga yetmagan bir mezgilda bir millatning tili bu darajada qiyib o'xshamagan shakllarga kelib qolishi hargizmi normal taraqqiyot emas. Bu xato yetaklanish, g'arazlik buzg'unchilikning natijasidir. Xitoy hokimiyati ostidagi til yozuq komiteti sizga imloni asos qilib ba'zilar menga hujum qilishdi. Menga imloni o'g'itishmoqchida g'alaba. Deydiganim shuki, men sizga imloni bilmay qilib emas, bilib turib, uningdagi xato qoidalarga amal qilmayman. To'g'ri, bu imloni asos qilganda bu tanqidlar albatta asossiz emas, to'g'ri, tanqidingiz.
Çünkü asaslangan narsanızga nisbeten aytganda to'g'ri. Ammo men o imloni zikri kechgan ikki nuqtada qarashim bo'lganlikdan amal qilmayman. Mening faqat ikki nuqtada o'xshamagan fikrim bo'lgan bilan Abdurrahim Po'lat muallim tuzgan bir imla var ekan, uni men to'g'ri ko'rdim. Uni ko'rsa bu imloni biladiganlar, el imloni menga pesh qilib, meni tanqid qilgan qarindoshlar u imloni ko'rsa nima da'vo o'qiydi? Abdurrahim Po'lat muallim tuzgan bu imloda hatto etizdagi tovushi iliblardan chiqarib tashlangan. Bunga kerak yo'qmish. Mana pesh qilib deyishidiki, kitob sening olgan bilan til Uyg'urni degan popozlarga. Bu popozlarga javobim shuki, til Uyg'urning olganligi uchun uningga ega chiqishimiz kerak. To'g'ri ega chiqishimiz kerak. U Uyg'ur tilining qonuniyati. Qadimdan kelayotgan bizning tovush chiqarish sistemalarimizning tabiiy talablariga uyg'un holat tuzilishi kerak u. Bizni boshqa bir tilni aynan talaffuz qilishdan majburlamaslik kerak bu imlo. Ondan biz o'zimizning tilini qo'g'digan bo'lamiz, tilimizning alohidligini saqlagan bo'lamiz emasmi? Bu deganlik Xitoy hokimiyati ostidagi til yoziq komitetininkiga emas, asos qilib ega chiqish deganlik emas. O'zimizning tilining tabiiy qonuniyatlarini tovush chiqarish organlarimiz qabul qilgan, qeliplashgan va ashunda yetilgan bir qonuniyat var. Uni asos qilib ega chiqish deganlik. Ben 1985-yılı Til ve Tarjima jurnalıga makale verdim. Bu til nüfuzlukları bilen münazara başlagan edim. İmla bilermenleri til nüfuzluklarını mutlak itiraf kılganlıkları için. Ular için bu imla mukaddes oluşu mümkün. Ama benim nazarımda imla sözlük tüzüş grupsikiler bana okşaşlı adamlar. Menden artık adamlar emas o. Nefsi olgan, hatalıktan hali olanmaydigan, korkaksı korkudigan, sınıf mecburlaşlar, bişaretlerini kabul kılıdigan Xitoy hakimiyeti tarafından. Çünkü Xitoy hakimiyeti enik halda siyasette Uygur tilini, Türk tili ailesinden çıkış deganini nişan kıygan. Onun için bu Türklük hususiyetlerini qaerdaca yo'qotib ketayotatdi. Agar o burunqi plan bo'lsa, bizni asta-asta yo'qotadigan plan bo'ladigan bo'lsa, ashunday qilib bizni turk tiliga o'xshamaydigan bir tilga aylantirdi. Asta-asta. Lekin Xitoylar yo'qotish qadamini tizlatganlik uchun o til pullarini qo'ydab bilan jismoniy jihatdan yo'qotishni boshlab ketdi. Shuni biz uni ko'rishga ulgurmay qoldik. Bo'lmasa bizning avlodlarimiz uni ko'radi o natijani. Benim til hususida 50 yılını aşkan amaliy tecrübem var. Muş tilini kural qilib, muş tilini kural sifatida ishlatib chiqib kelyapman. Shunga o'zimga to'liq ishonch holda bu imloning xatolariga cho'qim qarshi chiqmasam bo'lmaydi. Chunki u qoidalar real qonuniyatlarga uyg'un emas. Yuqorida chet el tilidan qabul qilingan so'zlarning imlosi haqida to'xtaldik. Uning ne kadar bema'ni qoida ekanligini ve qoida bo'libmi chek to'xtamagan bir qoida. Yani ba'zi so'zlarga ishlaydigan, ba'zi so'zlarga ishlamaydigan g'alati qoida ekanligini faktlar asosida ko'rib o'tdik. Agar ishonmaguchilar bo'lsa, eng oxirgi imlo so'zligini varaqlab baqsa bo'ladi. Endi ikkinchi masalani tilga olaman. Bu so'zliq tovushlarning moslashish qonuni. Ben Türkiye'de yaşayotgan chog'da bir Türkçe imlo so'zligining iç muqovasida bir Fransuzning Türk tili haqidagi bir so'zni ko'rgandim. Uni alohida qilib kitobning iç muqovasiga qo'yibdi ekan. Bu kitobning aslisini keyin hech topolmadim, chunki menda ikki imlo so'zligi bor-da, Türkçe. Ko'p imlo so'zliklari. Bu Kanadaga keladigan vaqtda jupni
qisqartish zaruriyati bilan u o'xshash ikki kitobdan birini olibdimi, birini tashlabdimi. U fransuzning so'zi bor, tashlanib qolganda o'xshaydi, akkaginimda yo'q u. Şunu bunun əslisini tapamadım. Bu kişinin ismini mi diyemeymen hazır, sözünün dal üzünü mü diyemeymen. Cümle mi cümle, söz mü söz. Bu Fransız, Türk dili hakkında. Şunda diyen. Asası mezmunu yadımda. Türk dili, goya bir top tilşunas tarafından aval, yasılıp, teyyaklı verilip, kiyinanın halkı ügütülgen yoki özleştirilgendek, bekmi qoidalik deb ta'riflagan. Bu so'z Uyg'ur tili uchunmi kuchga ega. Chunki bizning grammatikalik xususiyatlarimiz turk tili bilan Uyg'ur tilidan o'xshash. Tuzilish, turlanish, so'z yasash qatorliq nurg'un taraflar hala o'xshashligimiz mavjud. Andaqken fransuzning bu so'zi Uyg'ur tiliga oid. Hem de Fransız ta'riflagan qoidalik deganga eng tushadigan yeri turk tilidan ahangdoshlik qonuni, xususan so'zliq tovushlarning moslashish qonunidir. Turkiyada yashaydigan qarindoshlar biladiki, so'zliq tovushlar moslashish qonuni bekmi jiddiy qaraladigan grammatikalik masala. Saviya masalasi hisoblanadi. Yuvarlaqqa yuvarlaq, qalınqa qalın deyishadi. Baştaki boğumda qanday so'zliq tovush bo'lsa, oxirigacha o'xshash kategoriyadagi so'zliq tovush bilan davomlashadi. Bir o'rlab bir tushmaydi. Ya'ni til arqa, til o'tira, til oldi deganlar bor-ku, lavlashgan, lavlashmagan. Bir kategoriyadagi so'zliq tovushlar bilan davomlashadi. Moslashadi yani. Bu moslashmaslik ko'rilsa, bu bir yazmını ko'rgan vaqtingizda u odamga bunday ko'zning balxonasi qaraysiz. Qarqo'saq o'xshamamda bu deb. Turkchada. O kadar ciddi bir masala bu. So'zning boshida til arq so'zliq tovush bo'lsa, keyingi bo'g'imlarda izchil til arq so'zliq tovush. Lavlashgan bo'lsa, lavlashgan tovushliq qo'shimcha qo'shildi. Ko'p bo'g'imli so'zlarda bo'lsa, hamma bo'g'imdagi so'zliq tovushlar bir kategoriyadagi so'zliq tovush bo'ladi. Qisman hollarda til o'tiri so'zliq tovushlari bo'lib qolishi mumkin. Ammo birdilla til arqidan til oldiga bunda sakraydigan. Agar buni biz bir muzikaning notasiga o'xshash belgilar bilan ifodalaydigan bo'lsak var ya buni. Bir grafik bilan. Bir o'rlab bir tushga, har tushga o'xshab qoladi bizning ba'zi so'zlarimiz. Ammo turkcha sipli, tep-tuz bir siziqda bo'lgan bo'ladi. Ashunda ahangni ifodalasak agar. Men asli maqolada ashunda buning bir nota bilan ifodalamoqchi edim, grafik bilan. Har so'zliq tovushning o'rnini bir egiz, bir o'tira, bir past qilib. Uyg'urcha qarasam, bir so'zlar to'qqida tushib, yana chiqib, yana tushib, har tushga o'xshash. Turkcha tilidagi so'zlar bir tuz siziqda. Nima uchun? Tovushlarning mosliqidan. Qisman hollarda o'tir so'zliq tovush qo'shilib qoladigan ishlar bo'ladi. Ammo birdilla til oldi so'zliq tovushi bo'lishi tilki arqi bilan boshlanadi. Qabul qilinmaydi. Bu qoida asli butkul turk tillariga o'rtaq bo'lgan bir qoida bo'lsin. Tilimiz g'arazlik yo'sinda turk tillari oilasidan chiqarilishga urinilganlikdan. İmla qoidasida shunday bir jumla bilan, ya'ni ba'zi so'zlar bu qoidaga tushmaydi deb yozib qo'yish bilanla buningdan bu yarashmaslik, moslashmaslikdan qutulmoqchi bo'lishadi. İmla tuzuvchilar. Nima uchun qoidaga so'zning tushmayotdi deydigan savolga
Cevap tariqasida bazı sözler bu qoidaga tushmaydi deb yozib qo'yilgan. Nemishqa bazı sözler bu qoidaga tushmaydi? Tushsin bo'ladi. Hech nima bo'lmaydi. Tek 60-cı yıllarca bu qoidaga tushadigan shaklda yozilib kelayotgan bir muncha sözler bu qoidaga tushmaydigan bo'lib o'zgarib g'alati shaklga kelganligini ko'ramiz. Bazı misollar tuvanda. Buningda 55-yil Qozog'istonda nashr qilingan Ruscha Uyg'urcha so'zlikdan ilingan so'zlar va yana ba'zilari buni men nimada ko'stay mana buningdan ko'rsanglar ko'rib yetalaysizlarki bu maslashmaslikni. Bu bunu imla sözlükide boluş degan söz i qo'shimchasi qo'shilgandan keyin ikkinchi bo'g'imdagi u i'ga aylanib qolgan shaklda bo'lishi deyilmay bo'lishi. Bu bir qiziq muammo. Endi buni yana O'rta Osiyo Uyg'urlari texmi taraqqiy qildiribdi. Bu xil g'alati o'zgarishni o'ltirib degan so'zni hatto o'ltirib debdi. O'ltirib bo'lganda bu turkning yuvarlaq degan shaklida bir tovushlanmasligi bor. O'ltirib bu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning tilidagi shakli. İmla sözlükede berilgan ba'zi misollar. Qo'l, lan, ish, qo'llanish. Bu to'g'risiymiş bu. Qo'llanish emasmiş. Resimde tırnak ichida ko'rilayotgan emas deyilganlar to'g'risi aslında qarindoshlar. Tovushlanmasligi bor unda. Ama bunun to'g'rida bekitgan, qo'llanish degan hammasi i'g'aylanib ketgan bu shakl, bu hech qanday qonuniyatga uyg'un emas. Tabiiy Uyg'ur tilining ming yillardan kelayotgan so'ziq tovushlarning moslashish qonuniga xilof bu. Buni to'g'risini emas deb izohlab, mana bu imlo so'zlikidagi avval. Qo'llanish emasmiş, qo'llanishmiş. Qo'llarim emasmiş, qo'llarimmiş. Quluplarımmış, quluplarım emas. Mana bu shunday. Yuzlanish emasmiş, yuzlanishmiş. Mana endi qaysi qonuniyatlik? İmlo deydiganlar mana imloni pesh qilganlar o'zi baholab baqsa bo'ladi. Bu misollarda to'g'risi deb ko'rsatilgani qoidaga biqinmaydigan holati. Emas deb inkor qilingan shakli qoidaga tushadigan shakli. Nima uchun ahangdoshlik qonuniga tushadigan shaklni tashlab etib, qoidaga tushmaydigan shaklni qo'llanish zarur bo'lib qoldi? Avz tushuniksizmi? Hech qanday javob tepish mumkin bo'lmagan g'alati ahvol bo'lib bu. Buni g'arazlik buzg'unchilik demaganda haliqi imlochilar mana buni tushuntirib baqsin. Ko'pchilikni o'qib baqsin. Sababzada nima? Yuqorqi qoida asli turk tiliga oid aloyidlik o. Bu qoidaga izchil bo'ysunish, qandaqdir
bazı biqinmaydigan sözlerini çokum biqindirip tilimizin kanuniyetlik oluşunu mukumlaştırış şart olsun. Nemişkudur karakteri tamamen okşaydigan nurgun sözlerde turgun söz yoki köp boğumluk sözlerde. Birinci boğumdan keyinla hamma boğumlardaki sözlük tavuşlarının iyi gayrinip gitişidek g'alati hadise umumiy şıqqa qarab yüz tutmakta. İyi ısrapçılıkka kelip çıktı Uyghur tilida. Bekcik sözlük tavuşunun ornuga iyi kelip oldu hazır. Bundan başka endi bu mening sözlük tavuşlarının maslaş kanunu hakkındaki qarashlarim. Mening yana başka bazı tertib qarashlarim var yana o imla qarşı. Bundan başka birikken sözlerinin imlası hakkında şunda deyilgen. İmla sözlükede. Hazırkı zaman Uyghur tilida qandaq birikmelerini birikken söz dep tonuş meselesi texi nazariye cihatdan hal bo'lmadi. Şoň bununla alaqadar konkret meselelerde Uyghur tilçilleri arasında elime ixtilaf davam kılıvatıdı. Demek o mana peş qıyğan bu imlanın texi çek toxtumudi. Ahirki muqimlashish basqichida emas. Talaş tartışlar tügümidi. İtiraf ana özü itiraf qılıqlıq. İxtilafni davam kılıvatıdı dep yekpaylıqni davam qilish kerakmas aslında. Qandaq birikmelerini birikken söz deyişini bekitiş üçün başqa tillarning tecrübeleriga qaralsımı boludu. Çünkü birikme söz hamma milletning tilida mavjud bir iş. Qaydani mundaq tuzish zarur. Tuz kerak mesela. Men bolsam shunda tuz demay yoki. Eğer birikken sözler onu teşkil qilgan ikki sözning hech biriga o'xshamaydigan, mustaqil yeni ma'no ifodalaydigan bo'lsa, uni mustaqil leksikalik birlik deb qarashga bo'ladi va bunday sözlerini qo'shib yozish kerak. Masalan, oq ko'ngil, qora besish, so'g'oqqan, maral quloq. Qatarlıq sözler. Uygurca. Bundan başka yana bir mesele var Uygurcada. Yana A'dan terkip tapkan bir boğumluk sözlerdeki A'nın E'ye nöbetleşişi meselesi. Uygurca ve Özbekçeden başka barlıq Türk tillerde bu xildeki sözler acizlaşmaydı. Bu galat şekildeki acizleşiş Uygurca öğrenmekçi bolgan başka millet kişiler üçün bir xil beşini qaydırdığın galatlik bolup qalgan. Çünkü qo'shimcha qo'shilgandan keyin tüpsüz tamamen başka şekillik yap qalganligi üçün onun üstüden asıl tüpsüzni ayırmay qaladı. Uyghur tilini öğrenmekçi olan başka millet kişileri. Yoklu olap ketdi anın içinde. Tamamen o'xshamaydigan şekillik yap qaladı da. Ama Uyghur tilinin ötmüşüge qarasaqmı o'xshashlar Uyghur tilidimi başka Türk tillerdikide bu xil acizlik hadisesini ko'rmaymiz. Bu ne? Yarım asrının aldıdaki yazmalardan göre olayımız. Yarım asrının aldıdaki qarindoshlar. Şundaqla bugun kichimi she'rlarda, xalq naqshlarida davom qilmoqda. Mana o'ng tarafdagi qaranglar. G'amdan qutulolmagan mehnatlik boshim. G'arib sanam naqshlardan. Bağvan bulup bağın içere. Bağın. G'arib derler şu atımni. İgiz tağ başida. Yar qaşida. Ecep bu yaman iken kuyek otunun dağı. Bağvan bulup bağın içere. Körüp doğununlarda şiirlerde, naqsh tekstlarda hazırgıça bu A acizlaşmaydı.
Uyghur tili qoidasi tuzayotganlar texicha anqirolmayotgan bir masala mening qarshimda. Çöbültüp qo'yib bergandek yog'inchoqqa qo'shgan eshakdek texicha anqiranmayotgan bir masala bor. Qo'shimchalar tüpsözlik tovushlarga moslashamdi yoki tüpsöz qo'shimchalarga mos o'zgarish hosil qilamdi degan masalaning anqiranmasligidir bu. Aslida hamma tilga o'rtaq bo'lgan qoida qo'shimchalar tüpsözga moslashishi kerak. Nəhayət əfsuski Uyğurcada bolsa bir münç sözlər qoşumçular qoşulğandan keyin qanday oldu? Sözdə özgürüş yüz berdi. Uyğur tili öyrənişə qiziqqan chet elliklər bu yeni şəkil içidən əsli sözlər ırqılanmay qaladigan g'alatilik barliqqa keldi. Endi bu qo'shimchalarning tüp sözge boysunushi Türkçede hala devam kılavatır. Başka Türkiye tillerde mi devam kılavatır gerek. Mesela burun, burnun, burnun deyimiz o. Bunun da tavuşlanmaslığı var. Bir. Asli tüpsözlük so'zliq tovushlarga mos holda qo'shilayotgan qo'shimchalarni ko'ramiz. Burnim emas, burnum. Chunki birinchi bo'g'imda u bor. Qo'shimchadagi u. U tuyuqsizlar i'ga o'zgarib burnim bo'lib qolmaydi. Burnum. Burni bu Uyg'urchadagi g'alati shakli. Türkçede bu burunun üçüncü şahs kitaba şekli Türkçede burnu. Zeytin burnu deydi o. Burnu. Üçüncü şahs kitaba şekli. Bu xildagi sözlerde ikinci şahs şeklini tüzütüp tavuşlanmasligi bo'yicha qilish mumkin bo'lsa-mu, üçüncü şahs şekli yanını qamlashmaydi Uyg'urchada. Çünkü qadimki Uyg'ur tilida bor bo'lsa-mu, bugun til tovushlarımızdan chiqib ketgan til orqa so'zliq tovush tufaylidir. Yani bizde bugün bu tovush bo'lmaganlikdan bu xatoga hozircha chora yo'q. Türkçede ikki dona i var, ustida chikiti var, ustida chikiti yo'q ikki i. Bizde faqat birisi var. Türkçedeki bu iki i'nin birisi til aldı, birisi til arka i. Bizde til arka i yok. Qadimgi zaman Uyg'ur tilida baki bu. Shundaqla boshqa Türkiye tillerde baken hozirmi. Masalan, Qirg'izchada baken. Qozoqchada bormi yo'qmi bilmayman, Qirg'izchada borligini bilaman. Bu tufaylidan biz bir oqsashga duch kelamiz. So'zliq tovushlanmasligida. Endi normalda birinchi va uchinchi shaxs qo'shimchalarining farqi oxiridagi m tovushida. Ya'ni tavalliq qo'shimchasi, igilik qo'shimchasi m tovushida. Birinchi shaxsdagi m elib itilsalar üçüncü şahs olur. Yani yukarıda misaldaki birinci şahsta burnum degan bo'lsak, buningdan emni elib etseklar üçüncü şahs bo'lish kerak. Buni Türkçeden ko'rgili bo'ladi. Ama Uyg'urchada nayt nurg'un so'zlardagi u, ü, o, o'larning o'rnini birgina i egallab. Bu i'ga besim tushyotadi. Bizning bu i Bekcik işiltilip o biçarının emgiki gırlap gitip baradı. Aşında olayat kaçta ikinci şahsdaki burun, burnu deyilmey, burni deyildi. Mesela bunu başka bir misalda düşünüp baksak, bu resimde buluş gerek bu. Mana sol taraftaki stonda qarasanlar. Kızım birinci şahs tavalliq qo'shimchasi
m'ni elivetssekler bu ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs qizi bo'ladi. Shundaqda m'ni elivetssekler qizi bo'ladi. Bu m'ni elivetish bilan birinchi shaxsning uchinchi shaxsga aylanishini hammaga tatbiqlasak ham bo'ladi ish aslida. Lekin nima uchundir ba'zida bu bo'yicha bo'ladi, ba'zida bu bo'yicha bo'lmay qoladi. Bu endizi bo'yicha izchil qo'llanilsa, tovushlar masligi ijro bo'ladi. Masalan, o'yim, o'yi. Üçüncü shaxsda o'yi bo'lib, iyi bo'lib qoladi bu. Emni birinchi shaxsdagi emnilarni bilsak, o'yi bo'lish kerak aslida. Türkçede shunday bu. O kadar qoidalik. Bu shu endizidan bilinib turadi. Diqqat bilan qarab boqinglar. Qisqasi, birlik kelgan imloga amal qilmay deb ketgudek birlik kelgan imlomi yo'q o'tirdi. İmla qo'g'duvchilarga deb qo'yay buni. İmla sözlükideki tushuntirishlarni o'qib baqsangizlar, talash tortishlarning tugumaganligi to'g'risida ba'zi masalalarning hal bo'lmaganligi to'g'risidagi gaplarga uchraysiz. Shundaqla ba'zi so'zlarning ma'tularcha qiliplashtirib qo'yilganligini ko'rasiz. Hech qanday qoidasiz. Onun etnografiyasini tekshirib ko'radigan bo'lsak, ya'ni so'z manbasini Qisiyuan Xitoychisi kelib chiqishi, so'zning kelib chiqish jildizini tekshirib ko'radigan bo'lsak, hech qanday asosi yo'q bir holatga kelib qolgan ba'zi so'zlar bor. U nima? U ma'lum rayon shivillarida ashunday bo'lganligi uchunlar aşını ekilip Uygur tiliga keydiriyotdi. Butkul Uygur tiliga vakil qilyotdi. Til nopuzliklarining mazhabchiligi tar guruhvozlik tufayli, jutvozlik tufayli. Mushunday bir imlo bu. Muqimlashgan imlo texi yo'q. Birlikka, texichi birlikka kelinmadi, birmuncha masala texichi hal bo'lmadi. Şuna bana imlani tashqilib ta'addi qilayotganlar nima uchun men ba'zi qoidalarga amal qilmayapman? Buni tushunamdi. Menimcha tushunmaydi. Men qo'ymoq yog'li qapoq. Hammaga qarash chiqadigan buzg'unchi. Nima uchun Abdurub Po'lat muallimdek bir til professori tamamen boshqacha bir imlo tuzib chiqdi. Buni tushunamdi bu apandilar. Ma imlani mana pesh qilayotgan, mana o'rgatmoqchi bo'lgan bu bilarmanlar. Nima uchun tamamen boshqa bir imlo tuzib chiqdi? Bizning imlamizning texi chek to'xtamadi. Uning uchun. Uningda o kadar ko'p ajalli xatolar bor. Bunun hammasiga sababchi bo'layotgani Tanrı Mahmud Qashqardan kelayotgan udum buzilib ketdi. Qashqarni asos qilish, Qashqar shivisini asos qilish degan qoidani buzib etdik. Undan voz kechdik. Ma'tularcha. Bu krizislarning hammasining tub sababi u. Bularni bu tilchilarning tushunishini ataydi. Telaffuzlardagi bilarmanlikdan qaraganda ularning til yoziq hukumati e'lon qilgan imloni yada biladiganligi, pishiq biladiganligidan gumon qilmadim. Ammo bu imloni nuqsonsiz deb bilamdi. Chataqlarni bayqayoligidek darajada bilamdi. Bunisini ataydi. Shunga oldi bilan o'zlari bunday chataqlarni bayqayoligidek til bilimiga ega bo'lishi, andin aqsaqallik qilishi aqalli rejadir. Teqa Uygur tili imlo qoidasi tamamen to'liq tuzilgani yo'q.
Mükemmelleşkini yok. İmla sözlükünün üzülümü itiraf kılınğındek tehiyeçe talaş tartıştaki bir monçu mesele mevcut. Karındaşlar hemmenlağı Allah'ın güzel salamları olsun. Niyet kıygan büyük işlerinlerde muvaffak kıysın. Ben bugünçe aşınçılık dep duray bu gepni. Münasibetsiz bir temaga vaqtınlarını ağını pişsin. Ep okulanlar. Hayır hoş.